alaykum Allohu barakatuh. Bugun aynan 15-martda 15-sanada tug'ilgan insonlar haqida. Oyini farqi yo'q, lekin 15-sanada tug'ilgan bo'lsangiz, aynan sizga tegishli. Men bugun sizga energetikangizda 15 kodini yoritib beraman. Energiyani olasiz va biz bu dunyoga o'zimizda fe'l-atvorlarimiz, xususiyatlarimiz, iste'dod, talantlarimiz bilan yer olamiga shaklan taqdim etamiz. Endi qarangki, sizda bu energetikani qanday taqdimoti bor ekan va albatta mana shu tomonlama ong sistemangizga plyus va minuslarini bersangiz, sizdagi aniqlik onglilikda keltiradi va siz o'zingizda kashf qilganligingiz uchun sizda hayotingiz o'zingizni izlashdan ko'ra ko'proq nimanidir yaratishga, nimanidir tashkil qilishga, hayotingizni sifatini oshirishga ko'proq nazaringizni qaratasiz. Shuning uchun har bir inson o'zini birinchi o'rinda kashf qilishi, uni hayot muhitini, sifatini o'zgartirar ekan. Bu eng kerakli jabha. Endi qarangki, har bir insonda tug'ilgan kuni uni ong sistemasiga to'g'ri kelar ekan. Va bugun biz 15-sana haqida gaplashamiz. Agarda siz boshqa sanada tug'ilgan bo'lsangiz, kommentariyaga qoldiring va sizga men reels beraman. Like tugmasini bosing va meni yo'qotmaslik uchun podpiskani ham bosib qo'ying. Va ajoyib innovatsion g'oyalarda sizga aynan yangi energetika vibratsiyasi kuchli ilmlarni, tirik ilmlarni, aynan hozirgi zamonga to'g'ri keladigan ilmlarni berib boraman. Qarang, 15-energiyani qanaqangi plyus tomonlari bor. Bu insonlar aynan jozibali insonlar, magnetizmi kuchli, ichki magneti kuchli, ichki kuchi kuchli. Shuning uchun ular qaror qabul qila oladilar, har qanday qiyin vaziyatlardan chiqa oladilar. Ko'pgina insonlarda o'z maqsadi yo'lida uni bu dunyoga taqdim etish uchun birlashtira oladi. Shuning uchun bu insonlar rahbar insonlar, lekin so'z san'atiga ega. Ular misoli yulduz, qop-qorong'ulikda charaqlab turgan yulduz, lekin bu Zahro yulduzi desak ham bo'laveradi. Chunki ular yetakchi. Shuning uchun 15 bir bu rahbarlik, qat'iyatlilik, qaroriylik, liderlik, 5 esa misoli 5 yulduz. Har qanday vaziyatdan chiqib keta oladi. Shuning uchun bular yetakchi insonlar, jozibali insonlar. Endi qarangki, bulardagi minus holatlar. Birinchisi, manipulyatsiyaga moyillik bo'lishi mumkin ekan. Ikkinchisi, qat'iyatsizlik va ishonchsizlikka berilib ketish. Uchinchisi, muvaffaqiyatga erishgach maqsadsizlikka tushib qolish. Keyingisi esa odamlardan juda ko'p narsani talab qilish, haddan tashqari talabchanlik. Mana